Tezkor xabar. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida hozirgina noxush xabarlar e'lon qilindi. Barcha muxlislar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat! O'zbek shou biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning konsertidagi tiqilinch ortidan tergov boshlandi. Joriy yilning 28-may kuni Afsonalar vodiysi majmuasida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning konsertiga belgilangan sig'imdan ortiq tomoshabinlar kelishi oqibatida hududda tartibsizlik yuzaga kelgan. Aniqlanishicha, holatga 2664 nafar tomoshabinga mo'ljallangan amfiteatrda o'tkazilgan konsertga bilet olgan ayrim fuqarolar farzandlari bilan kelib, boshqa tomoshabinlarning joylarini egallab olgani sabab bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi ma'lumotda.